Polvonda boshqa yana tovoqlar tashlanyapti. Ya Jalol polvon ketdi Jalol polvon ko'zilgan. Tovoqqa chiqqan polvon. Kecha Jalol polvon aytdiki, Otash aka, necha yildan beri shunday kurashga qiziqaman, nasib bo'lsa, Og'aynilar, eshtinglar. Hozir shu davrada birinchi, ikkinchi, uchinchi tovoqqa olishadigan yigitlar hammasi kelib bo'ldimi? Tonka? Hamma kelib bo'ldimi, o'g'il? Endi bunday qilamiz. Javlonjon. Ukam. Jahon aka, nima? Javlon aka, internet. Ya, Javlon ishlamagan. Iloji boricha qotmayotgan qolyapman. Behruz polvon kelganmi? Kelgan. Malades. Javlonjon kelak. Mana shu to'ydek egasi 2-3 kundan beri o'tiringizlar aka. Aka, meni ham 5 ta o'g'lim bor. Shunday xursand bo'laman. Endi jiyandim, jo'natyapman. Rahmat. O'tiring, jiyanni nima qilasiz erkalarni? Kurash shartlari tovoqlar tashlanyapti. Mana shu Qatag'on xalqi, otangga rahmat. Mana Javlonjon turing. Mana to'yning egasi. Omadini bersin. Iloyim rizqiga, umriga baraka bersin, nasib etsa. Davlatingiz undan ham ko'p bo'lsin. Ilohi amin. Ishingiz omadini bersin. Og'aynilar, hozir kecha bo'lgan voqea bizni xohlaymizmi, yo'qmi? Biz Shahrisabz yerida bo'lyapti kurash. Birinchi, ikkinchi tovoq yo'q. Meni oldimga Behruz polvon kelsin. Chiroqchidan Bektemir polvon kelsin. Bir qarsa bo'lsin og'aylar. Behruz polvon, Bektemir polvon. Kecha Bektemirda o'zini yurtida o'sha Chiroqchida Behruz polvon yiqitgan. Boya Bektemir polvon keldi. Otabek aka shunday maytim ikkalayini olishtiraman dedim. Ikkalasiga to'y egasini bobosi Hoji buvoni nomidan bir nor tuya $200 puli bor. Qanday bo'ldi so'z? Bir norga 200 dollar. Tayyorgarlik ko'r. Jahon. Behruz nima? Kecha Bektemir polvon Behruz polvonni yiqilib qo'ygan. Bektemir bir nor tuya. Bugun ortirib $200. Yoz. Qayta kirishdi. Bularga o'zimizni rais bo'lamiz, ustozimiz, Inat rais bo'la vakolatlik qilamiz. Bir qarsak bo'lsin, Javlon bo'yga. Qarsak bo'lsin. Mana hozir dargohimizga Olimpiya o'yinlar g'olibi, 2 marta jahon chempioni Sherali Jo'rayev keldi. Og'aylar, mana Sherali Jo'rayevni taklif qilamiz. Keling Sherali Jo'rayev. Bir qarsak bo'lsin og'aylar. Mana Sherali Jo'rayev. Jasur aka, xo'p. Shahrisabzda bo'lyapti, Qatag'onda. Sherali Jo'rayev. Og'aylar, mana shu Sherali Jo'rayev Qashqadaryo, O'zbekiston faxri. Bu bilan faxrlansak bo'ladi og'aylar. Buni qancha maqtasak ham akalar 100 ta bo'ldi. Ko'rgan. Mana shu quvonch hozir bemalol huzurgacha minib ega qo'yib ketadigan kecha 12.200.000 ga olingan to'yni Sherali Jo'rayevga qo'yamiz. Sherali Jo'rayevga kimni yuragi ursa qo'l taylasin, xohlasin Surxondaryo, xohlasin Buxoro, farqi yo'q. Qashqadaryolik bo'ladimi, Shahrisabzlik bo'ladimi? Yuraging urganing qo'l tashlar. Sherali Jo'rayev. Jalol ke. Ke uka. Kitob Jalol ke.
Aka bir nima qilinglar Sarvar? Xotmasligichman, telefon teparoqdan ko'tardim. Ko'rinyaptimi? Sherali polvonga yo'qmi? Xotyaptimi yo'qmi? Sherali polvonni rozi qilamiz. Sherali polvon o'tirib turing. Ponka polvon keling. Yo'q, Sheraliga yo'q olishadigan. Nasib balkim kimdir olishi mumkin. Ponka polvon chiqdi. Ponka polvon xush kelibsiz. Internet. O'zi Javohir ismi. G'uzordan. Ponka polvonga olishaman deganing-chi. Xotyaptimi yo'qmi akalar? Efir qanday? Xotyapti. Xotyapti. Jalol ke. Ke o'g'il. Bir qarsak bo'lsin. Jaloliddin Qurbonmurodov. Jahon. Polvon. Ey Jahon, yozing. Chiroqchidan Jalol polvon. G'uzordan Ponka polvon. Bir to'y $200 puli bor. Qo'l tashlang. Kiyinib standart jelakda kelasizlar. Standart jelakda. Nodir ke. Olim ke. Rezva, Jahon, Rezva. Bo'dak zot qaytari g'uzorlikdagi ismini ayting. G'uzor, Ponka polvon. To'xtang. Yozing. Ayting. Ponka polvon G'uzor, Chiroqchi Jalol polvon. Bir to'y $200. Bir to'y $200. Bo'lmay, yoddilaringmi? Jahon yoddilaringmi? Yozdik. Yakkabog' Nodir, Kashak. Yozaymi, to'g'ri Yakkabog' Nodir. Chiroqchi Olim. Chiroqchi Olim. Bir to'y $100. Pul tashlab. Standart keminoga kelasiz. Ol. Olmaski. Yakkabog' Ma'rif. Olmaska. Ma'rifga. Olmaska farqi yo'q, Luboyga olishadi. Yo'q. Og'aylar eshit. Eshit. Qarshi o'lmas. Qarshi o'lmas. Chiroqchi hakim. Abdaka. Yozdingmi? Zot. Bir to'y $100. Qo'l tashla. 3 ta to'yimiz ketdi. Aktam polvon. Qahramon ke. Olishi. Kitob Jalol ke. Jahon. Ayting. G'uzor Aktam polvon. Kingsi. Kitob Jalol polvon. Zot. Bir to'y $100. Yaxshi. Ke. Mayli. Jahon. Ayting. Yozing. Koson Jalol polvon. Koson. General akamiz. Kingsi. Qani kim? Doston ke. Kim bor? Kim? Tojikistondan polvonlar yo'q ekan. Kim? Atirgul otayotganlar rahmat. Havo tashladi. Havo. Chiroq. Vaqt yo'q. Jahon yozing. Koson Jalol polvon. Chiroqchi Doston polvon. Ke.
Buxoro olishsanmi? Bo'lmagan. Oylar bo'lmagan. To'sopolonki. Yozing. Yozing. Bir ho'kiz $100. Qo'l tashlang. Qo'l tashlang. Qo'l tashlang, joning bor ey. O'ray, onasiga. Omadingni ber. Davay, kiyinib standart yaklaydi. So'kinganda eshitmaymiz. Bakovulga chiqilmaydi. Bir o'tirolinglar. Bir o'tirolinglar, og'aylar. Bitta o'tirolinglar. Aka Ulbo. Yoldingizmi? Aka Ulbo. Kasson Jalol bilan Chiroqchi dostonni zoti bir ho'kiz $100 mi? $100. Bo'ldi. Keyingisini ayting. Keyingisi. Jonli efir tarqatamiz. Bormaylar, sal bormaylar. Vaska polvon Boburga. Yakka qilib ayting, yozolmayapmiz. Qarang. Rais buva. Hop. Yozingizlar. Chiroqchi Vaska, Sardor polvon, Vaska. Shahrisabz Bobur polvon. Bir ho'kiz $100. Omadlaringni bersin. Qahramon. Sarvarki. Sarvar Keyingisini ayting. Hasan Qahramon. Chiroqchi Sarvar Shomurodov, Chiroqchi. Sardor Shomurodov, Sarvar. Aha. Qahramon. Koson Qahramon. Koson Qahramon. Bir ho'kiz Zotini ayting. bir ho'kiz $100. Bo'ldi. Qonuniy kiminoga chiqasiz. Davay, qo'l tashlang. Keyingisi. Rustam polvon. 200 kishi bo'lyapmiz. Baribki. Ayting keyingisini. Bo'ldi. Shahrisabz Rustam polvon. Yakkabog' Shohruh polvon. Sharsabzdan Yakkabog' Shohruh. Shohruhmi? Shohruh. Zotini ayting. Bir ho'kiz $100. Bir ho'kiz $100. Bo'ldi tiringlar endi. Endi mayli. Ke koson maribki. Ke? Ey ukalar. Ochib turinglar. Ayting Bakavul bu. Bo'ldi, hamma o'tirsin. Bo'ldi, bitta farq qilib olishtiraylik. Bo'ldimi bag'i? To'xtang, mana bitta Ma'rif polvon ke. Ayting. Yakkabog'dan Ma'rif polvon, Shahrisabzdan Bora bro, Elbek, bor Elbek. yo'q. Ke. Jamol ke, Jamol. Jamol bor bittaga. Ke Surxondaryo. Ke. Ey, Mehmonlarni olishtiring Surxondaryo. Surxondaryo ke. Mayli-da, omadingni bersin. Ma'rifga ke, yuraging urgani. Yakkabog' Shiral polvonga hech kim chiqmadi. Yakkabog' Ma'rifga ke. Buxoro. Ichki ishlar ke. Buxoroni chaqiring o'sha Ke Buxoro. Ke. Bir bitta oldinga ke. Yo'qmi? Ma'rifnikini to'xtatib turing bo'lmasa. Bo'ldi, o'tiringlar endi. Bo'ldi. Bo'ldi, hozir o'zim olishtiraman. Bo'ldi. Buxoroning topib olding, baring olishini ko'rib o'tiringlar bo'ldi. Olishmaydi, Buxoro yana Farruh aka. bo'ldi. Hamma Buxoro bilan olishaman deydi. Bu ichki ishlarda. Bo'ldi, o'tiringlar. Bo'ldi, ko'ng olishtiraman. O'tiringlar endi, o'yinlar, kurash tomosha qilib. Mayli, o'g'il, olishtiramiz endi, to'xtang. Bir to'y egalarini ham, o'zimizni ham bir nafasimizni rostla olaylik, ukalar. Faqat to'g'ri tushuninglar. Davay, o'tiraylar. Jo'raya pakityapti, jo'raya. Bakovullar, o'tirib olinglar. Sheralijon, xush kelibsiz. Hozir sizni nima qilamiz? Bakavul bu. Jalol Chiroqchini sherigini qaytaring, nega chala bo'lib qopti. Ponka, huzur ponka. G'uzor ponka. Fonimini ayting. Bir ot $200. Bir ot $200. $200. Ha. Bo'ldimi? Bo'ldi, o'tiringlar, bir o'tiringlar. Infinix. Bakavul bu. Odamlar zerikmasdan shu eng pastidan boshlavering. Davay, o'tiraylik, polvonlar, o'tiringlar, paxijon, o'tiringlar, bo'ldi endi, nima qilasizlar endi?
O'g'illar, o'tiringlar. ketyapti-da. Keling, ayting. Ma'ruf, 24 senga yo'q, biror para yo'qda, bironta kimga olishtiray? Ha Quvonch. Qo'l qaltirayapti, onaxmaydi bu. Yakka Nodir ki. Ha? Bektemir Chala. bo'ldiryapti. Nima? Dechot ki. Yozing Jahon. Jahon. Hey. Voy Jahon, yozing. 1 million to'lab berdim. Kitobdan Behruz. Chiroqchidan Dilshod. 1 million so'm zoti bor. Hayda. 1 millioni bekor $100 zoti bor. Hayda. Jahon Shahrisabzdan Shahboz Palvon Qamashidan Paxi Palvon Jahon 1 million so'm qo'l tashla. Keyinib kelyapti. Tez shipillab. Harakat qilyapman, qotmasdan. Ma'rifga olish, ma'rifga nima farqi bor? Govday bir bo'lsa. Bitta to'y qoldi. Sharsabzda bo'lyapti. Yakka bog' 70 deb yozilgan aka. Sharsabzda bo'lyapti. Hozir. Maski. Olsam maski? Ke. Jahon. Yakkabog' Mars. Baris. Koson Yilbek. $100. Qo'ltaydan. Kiyinib ketiz. Sheral Jo'rayevga. Ha. Ha, nas zo'rib ketsak, ultradan olmasak bo'lmayapti. 24 ultradan. Ma'ruf ke, mana senga nima keldi raqib. Surxondaryo ke. O, Navro'z aka, assalomu alaykum. Bitta tana qolgan. Qandaysizlar? Bir omadda bu. Bormisiz? Hozir tanishtirganlarim kelinglar. Yakkabog' Nodir, Vaska, kelinglar o'g'lim. O, yomg'irdan boshladi-ku. Qonka, mana shu So'hrab palon bor. Jalol, Qahramon. Mana shu yigit ko'rdim. Kelinglar. Navro'z aka. Sharsabzdaman hozir, Sharsabzda kurashdaman. Kechga qarshiga boraman. Sardorjon. Bobur. Yomg'ir bor. Bobur. O, Vaska palonni. Bobur palon keling endi. Ha, Surxondaryoga Yakkabog' Nodir kelinglar. Nima qilasizlar endi tekka chiqib kelinglar endi. Xo'p, like bosib, Qahramon kim? Nima? haqiqat aytganlarga rahmat. Sarvar Bo'ldi aka. Shomurodov keling, mana standart Kemenoda chiqdi. Mana. Bobur yugurib keling o'g'lim. Sharsabz tog'idaman-da. Navro'z aka, tog'idaman, tog' tagidaman o'zi. Yona antina ham yaxshi bo'lmayapti, seviyasam shunga. Shahrisabzdan Bobur polvon, Chiroqchidan Sardor polvon. Bularning zoti bir ho'kiz $100. Bo'sh bakovul. Qarang, qo'l ko'taryapti aka, akani oldiga bor. Achchig'i degan Haydang, omadlaringiz bersin. Olim, ke, Qahramon. Sarvar keling, Sarvar. Mirjalol aka kelmadi. Mirjalol polvon kelmadi. Bakovullariga bering o'sha zotlarini. Yo, bo'sh vaqtim dedim. Hozir syomka qilaman. Vosing aka. Rahmat. Navro'z aka, va 24 mi, 25 mi deb bermasangiz bo'lmaydi menga. Siz bilan olsam bo'laganda shu payti. Og'aynilar, hozir nima bo'ldi? Mana bu Nodirnikini bering. Yo'q, Nodir. Yani sovg'acha men ham tushunmayman Navro'z aka. Bugun Qarshidan bir 24 lar ko'raylik, Navro'z aka. Kelsangiz. Samarqandda emas aka. Bakovullar, qarang Sarvarjon. Sharq- Qarang bakovullar, mana kim qarayapti bularga?
Bakol, qarayapsan? Fon- Qara, mana bakol bor oldingizga. Joningiz bor, Noruz aka, rahmat. Yakkavoq, Nodir, Chiroqchi, Olim. Bir to'y $100 puli bor. Sarvar palvon o'sha yoqqa olishtiring. Omadlaringni bersin, davay. Zoht yo'q. Zoht yo'q. Yakkabog' Nodir. Qamashi Faxriddin. Shahrisabz. Muxlislar bormi? Shahboz $100 zotlaring bor. Omadlaringni bersin. Muxlislar bo'lsa, like bosib, plis. Qahramon kel. Mana. Bular bakol kim bo'ldi? Chiroqchidan Sarvar Shomurodov. Kosondan Qahramon palvon. Bularning zoti bir ho'kiz $100. Bush bakol kim bor? Bush bakol. Bular anaqa nima aytsin? Hayla akaga Sarvarjon, omadlaringni bersin davay. Aka o'sha burchakka boring. Rustam aka. Ha, bakol. E'lon qildik, aytdik. Og'aynilar, Qahramon Koson, Chiroqchi Yakkabog' Sarvar. Nodirning muxlislari bo'lsa, $100 ho'kizi bor. Ha. Bakollariga bering cheklarini. Yakkabog' Nodir. Davom. Ketdik. Hurmat bilan. Mana shu Rustam polvonni ishiga qo'yamiz. Ketdi mana, akalar. Like bosib, Og'aynilar, Dilshod polvonniki xappa halol $100 bering. olishni boshladi. Qurbonov, rahmat. Jahon. Shahrisabz Rustam polvon, Fonka hozir olishadi akalar. Yakkabog' Shohruh polvon. Chiroqchi Jalol bilan tushdi Fonka. Bir ho'kiz $100. Ko'k kimonoda, Yakkabog'no, ko'k yaktakda. Akayni o'zi Yashilda qarang. Chiroqchi olim. Farhod. Qarang ularga, Rustamlarga. Farhod lekin o'sha Ha, ko'k yak kimonoda Nodir. Chiroqchi Doston polvon. Qo'yirib bo'linglar. Hurmat qiling. Rais buva. Bakol uzr mana ikkovini qaytarib yuboring yozolmadim. Ha, Nodir. Shahrisabz Rustam polvon. Ikkalasin zo'r polvon. Yakkabog' Shohruh polvon. Bir ho'kiz $100. Og'aynilar, mana shu kurash boshlangandan beri faqat to'yxonani hisobidan aytilyapti zot. Kosondan Jalol polvon. Kosondan Jalol polvon. Chiroqchidan Doston polvon. Yerdaka birinchi tovoqqa Bektemir bilan Behroz oxirida Bush bakoldan kim bor? Kuzattiringizlar, oxirida yonadi kurash. Yonadi kurash. Og'aynilar, men polvonlarga yana bir bor shuni eslatdim, boya ham eslatdim, boshida ham eslatdim. 20 minut kurashasan, xohlaysanmi, yo'qmi, 3 pul berib qishishasan. Agar qismasang, umuman kiraman bor desang, o'sha nima raqibingga o'shani beramiz, beramiz. Agar necha qilsang, to'ygalar nima bersa shuni olasan. Chet davlatda kuzatayotganlar bormi? Rossiyadan, Amerikadan, Koreyadan kuzatayotganlar bormi? Yevropadan kuzatayotganlar bormi? Halol. Shahrisabzlik polvonni zotini bering. $100 zotini YouTube bering. kanal. Olim Sari deb yozsangiz YouTube'ga chiqadi. Bakol buva. O bakol buva. Mana bambi paraga qarang. Koson, Jalol, Chiroqchi Doston. Bir ho'kiz $100. $100 pulini. Jizzaxdan kuzatayotgan akalar, rahmat. Jizzaxliklarga salom. Jizzax Shohjahon polvon taniysizmi? Toshkent. O Oqrobotdan. Malades. Hamash Oqrobot.
Qaysini polvon yutsa Voy, malades, man. Xitoydan kelishayotganlar. Polvonni yiqitsa bakovuli bilan boringlar katta zotda. Tovoq polvonlar. Juda kuch yaxshi olishyapti. Bakovuli olib beringlar. Toshkentliklar bo'ladi. Polvonni 100 Surxondaryo. dollar, 100 dollarni. Demak, yurtimiz hamma joydan bor. Surxondaryoliklar. Moskvadan assalomu alaykum. Moskvaliklarga assalomu alaykum. Musofirda yurganlar eson-omon oilasini bag'riga yetib kelsin. Buxoro. Yuragimizda ko'p. Arkadaş, assalomu alaykum. Og'ir bo'lamiz, polvon, og'ir bo'lamiz. Rossiya, Yakutiston salom, assalomu alaykum. Turkmaniston. Turkmanistonda kursdoshlarim bor meni. Qarshi. Sizlar aka Qamashku, qarshi deysiz-da. Mana olayapman, olib ukangizni. Muhiddin polvon yo'q. G'uzor, assalomu alaykum. Buxoro. Xo'p, Qarshi. G'uzor. İstanbul'dan, malades. Kosonliklar, assalomu alaykum. Qirg'iziston. Bakovlar qaranglar. O'zbekiston. E'tibor bilan qaranglar. Tovoq polvonlar olishyapti. Turkmaniston, Qozog'iston bitta-ku o'zi. Erol aka, bo'shmisiz? O'lmaski. Markaziy Osiyo bitta-ku. Qardoshlarimiz Turkiya. 100 dollar bir toy. Hakim polvon keling, Hakim polvon. Bu kurash aka, aslan yo'lbarsing aka, kurash, o'zbek kurashi. Sherali polvon. Hech kim chiqmadi talab qilib. Surxondaryo, Ma'rif bilan bitta olishib suhbatga qilib ber, o'g'il. Hozir qozonjolarni ko'rsatamiz. Bular olaylik. Jahon, yozing. Chiroqchi Hakim polvon, Qarshi O'lmas polvon. Bir ot 100 dollar. Jahon, yozdingizmi? Bir ot 100 dollar. Erol aka siz qaraysiz. Omadlaringni bersang ikkovini. Shu gap 3 marta qishishasan, keyin yiqitolmasang necha? Mazmu, hakimdan keyingisini ayting. O'lmas polvon, Qarshi. O'lmas Qarshi. 100 dollar. Hakim polvon Bir chiroqchidan. toy. Bir toy. Fozil polvon Sheraliga chiqasizmi? Buyurachidan Fozil. Bu ikkala polvonni taniysizlar. Ha, ikkala polvon, bittasi Ha. O'lmas polvon Qarshi tomonidan, bittasi Chiroqchilar Hakim polvon. Nimadir so'zlaring? 100 dollar nimadir? Ikkovi ham katta polvonlar. Bir toy 100 dollar. Tanlab olasan, davay. Yo'q ishla. O'tirmasin ey. Sardor, o'tirma. Hop buni. Olayapman. Iloji boricha hammasini olishga harakat qilaman. Kim edi? Baris polvon. Chetroqqa. Bakovlar, Sarvar, e'tibor berib qaranglar. Erol aka.
Kurash shart sabzi bilan. Jahon Yakkabog' Boris Polvon, Koson Elbek Polvon $100. O'sha hakamlar oldiga olishasiz. Nodirni ham olyapman, ikkalasi ham. Oldi polvon, o'zingiz Nodir qarang. polvon, Olim polvon. Bu yerda O'lmas polvon, Hakim polvon. Ikkalasini ham olyapman men. Marki. O'g'aylar, Mark polvonga Ikkalasini ham bittaga. ko'ryapman. Bu ancha tanaffus qilib qoldi-da bu. Uncha nimasi ham. Sarvar Shomurodov chiqmaydi. Surxondaryo Botir. Hop. Surxondaryo Botir. Shart sabzi Rustam polvon hozir usulga kirgan. Botir. Arkadaşlar assalomu alaykum, salom alaykum. Surxondaryo Botirki. Nodir olishyapti. Mana. Chiroqchi olim. Otabek shuni qo'yib olish kerak, ustidan bordi. Olish. O'zim qarang. Qultaylar. Ma'rif kelsa, Ma'rifga bitta suhbatga qilaylik. Ma'rif bilan. Surxondaryo Botir. Telefon almashtiramiz yaqinda. Zo'riga almashtiramiz. Olishyapti qani? Chiroqchi Hamidki. Yo'q. Yaxshi zot qo'yaman. Hamid. Hamid ke Chiroqchi Hamid. Ko'kdala. Hamid polvon. O'zimizni Sharsabizdan boya yutgan Muhriddin ke bo'lmasa, Muhriddin. Muhri? Bakovlar juda ehtiyot bo'lib qaranglar. Sizlarga ko'p narsa bog'liq. Aka o'sha tomonga oling, o'sha tomonga. Qatag'on achig'i degan qishloqda. G'ayrat qilinglar polvonlar. Ob-havo ham zo'r bo'lyapti. Javlon polvonga bir qarsak bo'lsin. Otasiga rahmat, shunday to'y berganini. Yaqinlashib olish. Zo'r olishyapti ikkalasi. Malades. Farhod agar shunday olsa yana zotini ko'paytiramiz. Bu ikkalasini zo'r olishyapti. O'g'aylar qanday olishyapti o'sha ikkita para? Azbek Samar Ustiga 500 ming so'm yana qo'shamiz. O'z omadingni bersin. Hech Javlonboyda ishini omadini bersin. Bir ho'kiz $100, 500 ming so'm sovrini bor. Ikkala polvonniki. Sarvar qarang, nima qilib qarang. Futbol yo'q. Kurash faqat. Kurash muxlislari, kurash qanday bo'lyapti? Yaxshimi? Yo bir qarsoq bo'lsin, jonli qarsoq. Rahmat hoji buva. Umringiz uzoq bo'lsin. Ma'rifga bitta olishtiraylik, Ma'rifga. Hamidga, Hamid. Kurash shart sabzi bo'lyapti. Atxon aka. Nodir polvon zo'r olishyapti. Shu Surxondaryo chiqmayapti-da o'sha.
O, Ma'ruf polvonga kelinglar, Ma'ruf polvonga. 5 qafas olishga ketdi. Sarvar qara, ehtiyot bo'lib qara. Musofirdagilar, eson-omon oilangiz bag'riga kelingizlar. Musofirdan tomosha qilayotganlar ko'pchilik bizda. Olish shart sabzda bo'lyapti. Qatag'on achchig'i qishloq. Og'aynilar, polvonlar diqqatiga, trenerlar nima? Hakamlar 11gacha bo'ladi bugun. 5 minut o'tdi, 15 minut vaqt qoldi. Keyin unday qarang, soatlaringizga qaraysizlar. 20 minutdan keyin quchoqlashtiraveringizlar. Shahrisabzimizda Ori Behruz polvon, Chiroqchini Ori Bektemir polvon. G'uzorda Ori Ponka polvon. Ponka sherik. Jalol, Chiroqchi Jalol, kelinglar. Mana Chiroqchi Jalol bilan Ponka polvonni olamiz. Ikkalasi juda zo'r para bo'lgan. Javohir G'uzor, Chiroqchi Jalol. Mana. Xo'p, Bektemirni ham olamiz nasib. Nodir zo'r olishyapti. Nodir raqibi ham zo'r ekan. Chiroqchi olim polvon. Like bosayotganlar rahmat. Keling. Jahon. Yozing. G'uzor. Ponka polvon laqabi. O'zi Javohir. Chiroqchidan Jalol polvon. Bu ikkalasining zoti. Bir ot 200 dollar. Bu yerda ham kirish qilib ketdi. Bir otmi? Bir ot 200 dollar. Ha, bo'ldi, ajrat. Bir ot 200 dollar bu ikkalasi. Mana shu o'rtaga olishadi, hozir bironta hakam qochmaydi. Qaraqishda Muhammad Ali oldimga bir ket, Qaraqishda Muhammad Ali. G'iyosxon Eshonbog'ul oldimga bir ket. Bakol Eshonbog' qarang endi o'shalarga. Jalol, nima Ponka, davay, men o'zim qarayman. Bosh vokil o'zi pakollik qiladi. Omadlaringni bersin, davay. Like bosib, efir tarqatayotganlarga rahmat. Iloj bo'lsa, kirash guruhlarga ham tarqatib qo'yingizlar. Kimda Telegramda yoki Boya aytdim. Nodiram bu ham kirash guruhlari bo'lsa tarqating. Elimiz. Boya boshida aytdim. Olishadi 20 minut soat. Hop, 3 marta qisishadi. Bo'lmasa to'yni egasi nima bersa shuni oladi. Norozi, porozi bo'lmaydi. Boshiga ham aytdim. Agar olim qisishmayman desa, like bosayotganlar rahmat. Nodir qisishmayman desa, olimga beramiz. Boshiga aytildi, bu hech kimdan biz muttahamlik joy, bu to'y bu. Bu elga beraman diyor. Agar elga bermayman desa, o'tir 500 ming bet deb o'sha zotini qoldirib turaylik. Qolmasin zotim deyapti. Davay. Bir qarsak bo'lsin og'aylaring. Kurash berganga ham. Otasiga rahmat. Bir qarsak bo'lsin, bir Davay, qarsak sarvarsa bo'lsin. quchoqlashdi. Ha, harakat qilyapman xotirmay olishga. Iloji yo'q. Mana shu yordam berib Antena saviyasi yaxshi emas.
Tabii aka. Oz qoldi. Oz qoldi. Zo'r olishyapti ikkalar. Yakkabog' Shohrux bilan Shahsab Rustam polvon juda chiroyli olishyapti. Ikkalasi ham qaytmayapti bir-biridan. Malades. To'y berganga ham, mana shu o'rtadagi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turgan ukalarimizga ham, ayniqsa Nurbek Mediaga. Nurbek Media sizda nasib bo'lsa, bir $100 zotingizni ham beramiz. Umringiz uzoq bo'lsin. O'g'aynilar, G'uzor Ponka bilan Chiroqchi Jalolni ustiga Abdurahmon Iyonboni nomidan biz qizil tuyasi bor. Bir qarsak bo'lsin o'g'aynilar. Bektemir polvon endi olishadi. To'yxonadan bir ot $200. Layqon tarqatayotganlar, rahmat. Bir qizil tuyasi bor. Xappa halol qilib olasiz. Jonli efirda dalashganlar, rahmat. Mana kurashni kulminatsiya nuqtasiga kelyapmiz. Kulminatsiyasiga kelyapmiz akalar. Rustam polvon qarang. Bularga o'zi 5 minut vaqt qoldi. Zo'r iqtisodiy. Mana. Oh! Rustam polvon, agar usa qisishasiz. O'zi vaqti ham bo'lib qoldi bo'ladi 20 minut. Xo'p, yomg'ir kuchaydi akalar. To'xtanglar, nima yomg'irni yangi ko'rdilaringmi? 2 minut vaqt qoldi. Shu yerda qisishadi hozir. O'yinlar hamma siz quchoqlating. Yomg'ir kuchaydi, hamma quchoqlatadi. Davay olishinglar. Sheraljon qarab turing endi, yordam bering sizga. Yomg'ir kuchayib ketdi akalar. Jonli efir uzilib qolishi mumkin. Xo'p, jonli efir uzilmasin deganlar, like bosinglar, yomg'irda bo'lsa ham olamiz. Bektemir keling. Odamlar turib boshladi-ku, chidolmayapti yomg'irga. Bektemir polvon keling. Sharsabizning tog'ida bo'lyapti. Behruz polvon keling, Behruz polvon. Tog'da etagida. Olim polvon bilan Nodir polvon bequchoqlashdi. Ikkovini qizyapti-ku. Mana shu to'yimizda eng katta polvoni Bektemir polvon. Shahrisabzdan Behruz polvon. Bir norga $200 puli bor. Mana akalar, kulminatsiya. Kulminatsiya. Jalol olishyapti. Bektemir polvon bilan Behruz polvon oladi. Nodir. Bo'ldi, mana shu o'rtaga olishadi. Hurmat qilinglar bir-birlaringni. Bo'ladi. Olishmayapsizlar-ku. Behruz polvon, oq ishtondagi yigit Behruz polvon. Deganingki, shu dargohga Qatag'on qishlog'iga mana shu tashrif buyurdi, jahon chempioni. Lekin ikkalasi natija bo'lishi kerak. Juda chiroyli. O'yinlar g'olibi, ishtirokchisi. Bakovlar. Qotmaydi akalar. Qotmaydi. Nasib qotmaydi. Uzmobile kompaniya antenna jo'natib tur. Qotmay qol. Javlonboy. Xo'p. Javlonjon. Kurash kulminatsiyasiga keldi. Birinchi tovoqdagi bir tuya $200. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda portlagan bular ikkalasi kurash. Mana bir tuya $200. Ikkalasi Qashqadaryoning old yigitlardan. Like bosayotgan akalar, o'g'illari ham xuddi shu ikkala yigitdek polvon yigitlar bo'lsin.
Bir quchoqlang. Sharsabz qatag'onda. Zo'r bo'lyapti, yoryapti, yonyapti. Duo olish maqsadida osh berib. Yomg'ir ham tindi-ku. Aka deyapti. Yomg'ir ham tinyapti-ku. Kurashtirgandan keyin 2 qozon sal osh yeb ketasizlar. Bir javlonjonga bir qarsak bo'lsin o'g'aylar. Qarsak bo'lsin. Olaman aka, sal qotyapti, yaqinroqda bo'l, mana. Yaqinlashtirib olaman. Behruz ham zo'r yigit ekan. Mana. Qarshidan hozir Sharsabzgacha nechga Sharsabzdan keyin ham 25-30 kilometr nari tepaga chiqib ketar ekan, tog'iga. Qarshidan Sharsabz necha kilometr kim biladi? Qarshi Sharsabz necha kilometr? Kim biladi? 120 kilometrlar bor-ku. Hadi bo'rakan sanki shunday. Bu ko'ngillar bir buraydi. Sharsabz zo'r. Like bosayotganlarga rahmat. Priz 10 bo'lsa, yana bir 30 qo'shing. Priz 40 kilometr Qarshida ekan. Qissasanmi? Priz 20, priz 10 deyapti. Xullas priz 50 ekanda o'rtacha. Priz 40, priz 50 kilometr Qarshida. O'zim ham kelguncha 3 talar mashina olmashib keldim-da. Sharsabzdan Chorshanba degan joygacha kelagan. Chorshanbadan buyog'iga ham bitta mashina kelagan, Damas'chilar qatnaygan. Zo'r kurashyapti Behruz polvon bilan Bektemir polvon. Bektemir polvonning muxlislari bormi? Bektemir polvonni. Kecha Behruz polvon Bektemir polvonni Chiroqchida kurashda yiqitgan. Bugun revansh bo'lyapti mana. Xalq nima deysa, olishsinmi? Beryapti. Bir marta quchoqladimi? Yana bitta quchoqlang, bo'ldi. 2 marta bo'lsa, 3 marta bo'lsin. Nasib aka, mashinaga olganman, chiqish kerak. Shuni mashinadan chiqishini kutib turibman. O'ttiz beshlar, voh. Rahmat, jonli efirda yo'lashayotganlar. Musofirdagilar, Koreyadagilarga assalomu alaykum. Fonka olishyapti. Lekin zo'r olishyapti fonkalar ham. Bir-birini yeb olishyapti. O'g'aylar, Farhod polvon nima bo'ldi? Halol. Sharsabz Rustam Yakkabog' Shohruxda halol bosdi. Farhod polvon nima bo'ldi? O, Latviyadan. Assalomu alaykum Akbar aka. Shohruxjon, shu bola ham yoshligidan olishib, oyog'idan tirama olganligi uchun hozircha olishmayapti. O'zi sport ustasi. Bu Xudodan qo'rqas, sen ham Rustam ham bir xil. Halolmi? Shahrisabzlik Rustamniki $100, 500 ming so'm to'yxonadan bir ho'kizi halol. Sharsabzliklar bormi? Bir qarsoq polvonga. Sharsabzga chalinglar, Rustam polvonlaring bor, zo'r polvon. Yakkabog'dan Dilshod. Kurash Sharsabzda bo'lyapti. Qanobotdan Shvetsiyadan. Assalomu alaykum Ali aka. O'rtaga o'zim qarayman, $100 pullar. Shvetsiyadan assalomu alaykum. Yana kim qayerdan kuzatyapti bizani? Kim qayerdan kuzatyapti? Yozamiz. Sarvar, buni yeching bu masalasini. Abxaziya, assalomu alaykum. Otabek aka, zo'rmisiz? Malades aka. Nodir bir marta quchoqlaylar. Amerikadan, assalomu, Amerika Qo'shma Shtatlari. Zo'r gap yo'q. Polsha, assalomu alaykum. Oz qolyapti. Polshadan, assalomu alaykum.
Namangan. Assalomu alaykum. Namangan qalbimda qolgan. Izrail, Qozog'iston, Chexiyadan. Va Isroildan ham bizni kuzatayotganlar bor ekan. Yangi kesh. Sharsabizmi yangi kesh aka? Qoraqalpog'istonlik arkadaşlarga, do'stlarga, qarindoshlarga assalomu alaykum. Uydan kuzatayotganlar sizlar legenda, afsonasizlar. Bugun dam olishga. Qamashiliklar, assalomu alaykum. Turkiya, merhaba. Günaydın deydimi? Koreya, Ispaniya. Ko'ryapsizlar akalar, bizni Yevropadan, Osiyodan, Amerikadan kuzatishga, faqat Marsdan, Oydan kuzatmayapti bizlarni. Va yer yuzasi hamma joydan kuzatyapti. Arktikadan ham kuzatayotganlar bo'lsa kerak. Sharsabız. Bizni faqat Marsdan, Oydan kuzatmayotgan bo'lishi mumkin. Unga ishonch yo'q, aniq emas. Amerikaga assalomu alaykum. Haqiqatan kurash zo'r bo'lyapti. Давай. Germaniya. Hadi. Allo. Ikko'yim omad. Qirg'izistonlik qarindoshlar, assalomu alaykum. Almaty, Qozog'iston, assalomu alaykum. Agar halol. Rahmat, Paddeshkada o'tirganlarga rahmat. Paddeshka qilganlarga, like bosib turganlarga, efirda do'stlarga, kurashga qiziqadigan insonlarga tarqatganlarga rahmat. To'y zo'r bo'lyapti aka, Turkmanistondan. Turkmanistondan kursdoshlarim bor meni. Marsdan kuzatadi. Marsdan ham bormi? Gap yo'q. Gap yo'q. Gap yo'q. Shunday muxlislar borligidan, shunaqa kurashga qiziqadigan insonlar borligidan xursandman O'zbekistonda. Nasib, mana shunday ketishda bo'lsa, kurashni Olimpiadaga olib chiqish maqsad. Maqsad bitta, kurashni Olimpiadaga olib chiqish. Buning uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Like bosib, qancha kommentar yozsangiz, jahonning boshqa davlatlar, chet ellik odamlar ham bu kurashni ko'radi. Kurashni jahonga yoyamiz, xudo xolasa. Zot zo'r qo'yapti Ahror aka. Gap yo'q to'y degasiga. To'ydan hozir ketguncha ham ilk qozon oshlanmagan. Nima bo'ldi? Ertalab ham osh bergan. Xalq nima bo'ldi? Yusuf, Gruziya bayrog'imi bu? Yo'q. Gruziyadanmi? Gruziya. Olim, oxirigacha olishasan. Ayirmayman ikkovingni, umuman. Anshaga olishasan. Voy, o'z qolyapti-ku. Zo'r. Oqishdan Behruz polvon yaxshi kurashyapti. Yaxshi olishyapti. Xo'p, bu yerda O'lmas polvon, Hakim polvon nima bo'ldi? Xo'p, Jalol polvon bilan Ponke, Javohir polvon hali ham kurashyapti. Mana. Olaman aka, ikkalasini olishga harakat qilaman. To'yni egasi nima bersa, shuni qilinglar, davay. Angliya, молодец. Angliya bayrog'i. Gruziya bayrog'i oshib ketdi. Uzr, Yusuf aka. Javlonjon, ikkovini ham chiroyli rozi qiling. Like deb anglatayotganlarga rahmat. Ha aka, internet svyazi yo'q joyda. Tog'ni tagidaman men. O'zmobil bir balo qilib ishlayapti. Ha, xudo xolasa keyingi efirlar bundan ham sifatli, bundan ham yaxshi bo'ladi. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Jahonjon, ikkovini chiroyli rozi qiling, Sarvar olib boring. Nodir necha? Olib boring. Nechaga olishadi? Nodir bilan Olim polvonni necha bo'ldiryapti? Nodir polvon olishaman deyapti. Ha, Otabek aka, bakovul. Bo'ldi, necha deyapti. Fonka mana olishyapti. Fonka muxlislari like deb anglatamiz. Bektemir polvon raqibi chiqdi. Behruz polvon bilan Bektemir polvon olaveramiz. Koson Jalol bilan Chiroqchi
Doston bil olishyapti. Hozir agar birontasi harakatga o'tib qolsa aytaman. Lekin ikkalasi ham bir-birini yiqitgan. O'tgan yilgi kurashda Jalol polvon Dostonni bir bosdi, men ko'rganim. Kosonda Jalol polvon Dostonni bir bosdi. Doston bir Jalol bosdi. Bir ekan men ko'rganim. Kurash Yamachaga kurash Sharsabda bo'lyapti. Ana o'rta tarafga kelyapti. Mana kolsani ichiga olsanglar, kolsani ichiga. Kolsani ichiga olishadi. Buni qarang mana. Qara. Yakka va Nodir olishaman deyapti. Yana yomg'ir boshladi-ku akalar. Yomg'ir sal efirimizga xalaqit berib qolishi mumkin. Lekin xalq qarangizlar akalar, xalq qarangizlar, yomg'irmi, tosh yog'adimi, kurash sevadi, kurashni muxlisi. Hammasi mana kurashda yomg'ir yog'sa ham o'tiribdi. Shu polvonlar tomosha qiladi. Молодец o'zbek xalqi. Xo'p, bular yana boshladik. Xonkalar aka nechaga boryaptimi deyman-da. Katta ehtimol. Bektemir bilan Behruz polvonni yechim qilishimiz kerak bugun. Gap yo'q. Ana. Voy, Sherali Jo'rayevga olishaman deganing-chi. Sherali Jo'rayev. To'yda egasi Surxondaryomi qaym bo'lishidan qat'iy nazar. Bizning faxrimiz shu o'zi davraga kelishdi o'zi bir faxr. Bular haqiqiy alpomish. Sharsabız, Rustam polvon keling, Dilshod polvon keling. Yakkabog'dan Dilshod polvon. Kapatman degan yopmang deganimi? Polvon keling oldimga. Nima degan kapatman? Rustam polvon Shahrisabz, Yakkabog' Dilshod polvon. Zoti Leningraddan. Faxriddin Adhamning nomidan $200 zoti bor. Kelinglar. Akalar, yomg'ir kuchayapti-ku. Qani kelinglar. Nima qilamiz a? Dilshod bilan Jonli efir Rustam, Sharsabz Rustam. tugatishga to'g'ri keladi. Xo'p, Xonka polvondan ozroq olaylik. Xonka. Hislari ko'p-ku Xonka polvondan. Sarvarjon. Ha, bo'ldi aka. Xo'p, Jalol. Koson chiroqchi Doston necha? Ikkalasi necha? Yomg'ir kuchaydi-ku. Akalar, jonli efir uzilib qolsa xafa bo'lmaysizlar. Yomg'ir o'tib ketyapti-da. Xo'p, ikkala polvonniki zo'r bo'lyapti. Odamlar o'zi tarqalish boshladi-ki. Lekin shunday yomg'irda ham tomosha qilyapman, молодец. Rustam Shahrisabz. Rustam Shahrisabz Rustam baxti. Behruz olaman hozir. Kurash ishlashsin, olaman Behruzni. Shahrisabz Rustam. Behruz qo'lidan travma oldimi, nimadir bo'ldi. Olib keling. Xo'p, Bektemir bilan Behruz olaman. Shahrisabz Rustam.
aka. Nima bo'ldi? Behruz polvon qo'liga nima bo'ldi? Nodir necha bo'ldi? Ey yakka bog', ma'ruf. Bayni chaqiring hatta. Mana. Hakam qayerga ketdi? Yana sherigini ham chaqiring. Hakim polvon, davradan chiqib ketmang. Yo'q, aka, bu yoqqa keling, aka, bu yoqqa keling. Jon aka, xudodan qo'rqaylik, hammamiz farzandimiz bor. Haqiqatan ham o'zini qishlog'idagi Navro'zini tashlab kelyapti. Kecha ham aytdi. Xohlaysanmi, yo'qmi, o'g'ajon? 3 marta to'dik, nafsimizdan qaytsagan bir marta quchoqlashsan, hech bo'lmasa bitta quchoqlashtirasiz. Hakim polvon bilan O'lmas polvon edi. Olim palvon nima ekan? Qani kelsa oldi. Har bir qo'lda kelib hocamlar ketgan ishlarga o'yishdi. Zaynab bilan yo aqli yo aqli kim hamma bamiz. Oh, yomg'ir kuchaydi. Otabek aka, quchoqlashtiring aka. Konka olishga yo'q hali. Olaman konkaga olishsa. Konkalarga olishyapti hozir. Olaman hozir. Bular qizyapti. Natija bo'layotganda ular. Oy oy oy. Rahmat, jonli efirda talashayotganlar, rahmat. Dam oldirmay bosish kerak-da. Dam olmasa. Otabek aka, Otabek aka, sovuq qo'yapti davra aka. Manga qarab Shahrsabizda Navro'z emas, to'y ko'rash aka. Shahrsabz qatag'on elida to'y ko'rash. Behruz polvon. Shahrsabzdan Behruz? Shahrsabzdan Behruz polvon, Chiroqchidan Bektemir polvon. Birinchi. Ularga $200, bir tuya $200 pul qo'yilgan. Voy, oz qoldi. Jalol polvon, Doston polvon necha nima degan. Xo'p, atirgul yuborayotgan akalar, rahmat hammalarga. Nima bo'ldi? Shunday qo'llab-qo'llab tursangiz xursand bo'laman. Otabek aka. Kimga? Ma'rif. Ke. Kitob Jamol, ke vaqtga $200 qo'yaman, bu yoqqa. Ma'rif bilan ke. Bobur ke, Ma'rifga $200 qo'yaman. Bobur ke. Jahon.
Xonkalar aka bir ot 200 dollar. Jahon. Rais bova. Sharsabz Bobur, Yakkabog' Ma'rif, Leningraddan Paxi bilan Aktamning nomidan 200 dollar halol kurashadi. Mana shu oldingizga kurashadi, o'zingiz qaraysiz. Behruz. Og'aynilar, yana bakovul bo'ldi deb meni ertaga har xil negativ so'kib nima qilmaylar. Labzimizga javob beramiz. Olishasizlar 5 minut hamma qishasan. Qishmaganingga, birovning mehnatini kuydirganligi uchun zotini beraman. Hech kimdan qo'rqadigan joyim. Qishsang, qishmasang o'shanga zotini beraman. Baqasiz og'aynilar. Qachongacha silasizlayman. Bakovul to'g'ri gapirdimi? Bakovul gapiga nima deysizlar? Behruz. Behruz olma Sharsabzdan. Baris o'tgan safar sendan yiqilgan ekan qahramon polvon. Olishsanmi? Barisga katta bitta zot qo'yaman. Bir ho'kiz 200 dollar qo'yaman. Bir ki. Qachongacha endi shu bir toy bir toy qo'yaman ki. Bas. Og'aynilar, Tonka, Jalol, Aktam hech kim mendan xafa bo'lmanglar. Hozir mana 5 minut olishasizlar. Afzal Voy, ishlashdi. Ya odamlar yomg'irda tomosha qilaydi deb o'tiribdi. Bu palonlar natija qilish kerak-da. Qachongacha necha olishadi? Yo yiqil yo yo'qit. Bugun yiqilsang erta yiqitasan. palonlar qisishmasa, biz toy tuyalarni nimaga oldik? Ana, to'g'ri. Biz eldan duo olaylik. O'sha masalan 5 yil, 6 yildan beri rezultat ko'rsatyapsizlar. Sportchini o'zi bilmaydi qanday sportchiligini. Sportchini otasi biladi qandayligini. Jalol, Ikkalasi. Tonka, og'aynilar, O'lmaslar mana yomon. bir Hasad toy bo'lyapti. 200 dollar qo'yilgan, 3 qil qishsasi, agar qishmasang, yo'q desalaring, Ha, Tonka. xafa bo'lasizlarmi? Meni qarg'ab ketasizlarmi? Sen qismasang senga beraman, men senga to'ydek aytyapti-ku, uyimga olib kirmayman deyapti. Nima qilishim kerak? Mana Tonka. Mana sizlarga sabab. Balkim bitta patishga mana yiqitishi mumkin. U omad, buni hech kim alini, hech kim nima qilib bo'lmaydi, katta gapirib bo'lmaydi. Men zo'rman deya olmaydi. Zo'rini ham ko'rdik yiqilib qo'yganini. 5 minut olishasan, 3 minutda 3 qo'l qishasan. 5 minut qisish og'a, endi men aytganim bo'ladi, faqat to'g'ri tushuninglar. Sanam masalan ukamsan, bu ham Jon Lefer yoqayaptimi? Ba'da kimga ba'da. Kitob Jalol. Kitob Jalol Aktam. Bularga ham yonyapti-ku. Yonyapti. mana burchakka olish. Ma'rif bilan Boburga o'zim qarayman. 200 dollar Leningradlik og'aynilarini nomidan 200 dollar. Bakovul bo, shundan qo'ygan ekan balishinglar, shu olishsin. Mana balichchiganadan qo'ygan ekan og'aynisi. Shu 200 dollarni mana shu tilishgan ustidan qo'ydi. Mana shu olishsin. Ana shuga odliga olishasiz. Aynan hozir Shuga domlalar olasiz 200 dollardan. Bekordan kelib o'tiryapti. Natija bo'lsin deyapti. O'zim aytaman, halol.
Ashiga olish. Sizga lang bosyap hamma. Amerikadan, Rossiya, Latviya, Bolgariya sizga bosyap. Nima bo'ldi? Bittasi yakka. Kosonga borma, qahramonga. Sherali bilan bir ushlashsanmi? Agar ushlashib ko'r Sherali bilan bir suhbatga. Doston, endi aytdim, qo'ydim. Xohla qisish o'g'il. Xohla qisishma. Menga umuman majburiy yo'q. Qisishmaganingni zotingni beramiz. Hozir uyga olib kirmayman deyapti. Men uyga olib kirmayman. To'masin, olingda. Bunaqangi to'y bo'lmaydi. O'rtaga. Jalol polvon ham, Jalol Koson ham natija bo'lsin deyapti, qisishaylik deyapti. Natija bo'lsin deyapti. Shahsazda bo'lyapti. Otabek aka, qarorlarni almashtirib qo'ying bo'lmasa. Nima aka? Og'aylar, hozir aytgan raislar va aytilgan gap, otilgan o'q. Kosonlik Jalol polvonga chiroqchilik Doston polvon quchoqlashmayman dedi. Agar meni berimda tiraman bor, men quchoqlashga yutqizaman. Yutqizsang davradan chiqib ket dedim. Koson Jalolni zotini beraman dedim, zotini bering dedi. O'g'aylar, Koson Jalolni zoti halol bir ho'kiz $100 bering. Bir qarsak bo'lsa o'g'aylar. Koson Jalol Bizga. Boring, bir tana $100 oling, 500 ming so'm sovrinni bering. Ishlasam yotib olyapti aka. Anada bo'lyapti. Qatog'on achig'i qishlog'ida bo'lyapti. Lekin zo'r kurash bilan Obuxoy ham zo'r polvonlar tur olishyapti, ikkalasi ham. Xo'p, kimni olamiz? Hakim polvonlar o'rnas Davraya chiqaring. ozgina. Tasvirga tushsin. 500 ga olganmi? Hakim bilan o'lmasam yonyapti-ku. Bular ham qaytmaydi. Lubbey polvonlar. Bay polvon, balishchilik bo'lmayapti-ku. Voy. Nima bo'ldi? Nima? Halolmi, harommi? Eshitamiz. Halolmi, harommi? Abdi. Nega bir kasrladonlar keling. Keling. Nima bo'ldi? Aytinglar, O'lmas polvon bilan Hakim polvon. Polvonlar mahkam bo'linglar. To'ydan haq beraman deb olib kelgan bu sovrinni. Rahmat, like bosayotganlar. Kissalaringiz dollarga to'lib ketsin, Like bosayotganlar, kissalaringiz dollarga. General polvon nima bo'ldi? Halol bo'ldi deyapti. Halol bo'lmadi deyapti. Bu yerda aka shunday halol emas, lekin ikkalasi olib kelishaman. Bozorni
Hozir ekan. Mana shunga Qonqalar bel qishga kim bo'lmayapti. hurmat yo'qmi mana shunga? Xo'p. O'tabek aka. O'tabek aka. Qalang aka. O'g'illarni otalari, o'zlari nima qilyapti? Boring. Hamma quchoqlashtirasiz aka. Hamma quchoqlashtirasiz. Nima qilgan? Aka. Boshdan bir ataga charchab ketdim aka, yiqitaman. Aka uni aytdim. Beraman dedi. 5 minut olishasiz. Aka 10 minut oldi. Kurashmasada chiqib ketdi. O'g'illar kurashinglar bo'lmasa. Igorga bordi. Aka ular to'g'ri aytadi. Aka, bunaqasiga kurash qilmaydi. Surib bo'lsang bo'sasan. Surib yerdan qayerib bo'lsang bo'sasan. Yomon bo'lsang halol deysiz. Yomon bo'lsang halol deysiz. Yomon bo'lsang halol deb aytasiz aka. Chala bo'lsang halol deysiz aka. Davay. O'lmas falon chiqib ketdi nimaga? Xo'p, ungacha boshqalar olib turamiz. Behruz falon chiqyapti. Xonka bilan Jalol falon nima bo'ldi? O'tabek aka. Jalol palvon bilan Aktam palvon. Jalol palvon, Aktam palvon muxlislari bormi? Ko'rib turibman, o'taman. Otabek dori sovyapti, keskin qilib tashlang. Bosing. Davay, bos. Soat 5 bo'lsa, shuncha odamlar yiqish uchun ko'ravanda o'tiribdi. Ola sen o'zingni bitta parangni chaqirdim. Agar mana Nodirga pul taylasang, mana bir tana $100 olishtiraman. Nodirga tashlab qo'ydim. Xonka bilan Jalol. Ya nimaga u? Boshlandi. Yeydimi birov? Bular qishtirishadi, o'zlar quchoqlashib oladi. Bir toy $100 ga tashlab. Tanani o'rniga pul qo'ying, tanani o'rniga. Davay. Davay. Otabek, tanani o'rniga pul qo'ying. Bo'ldi, $300 puli bor. Qo'l tayla. Bo'ldi. Qo'y, men ustiga qo'shaman yana. Davay. Qayda? Ha, kiyinib ket, davay. $300 zotlaring bor. Hop. Akan solishasan, quchoqlashmaysan. Davay. Davay. Erol aka. Chala bo'lsa ham berayoring zotini. Qo'ydirmang. Yonbosh bo'lsa ham berayoring zotini. Bo'ldi, davay, oxirigacha olishasan, yonbosh yerdan qayerib bo'lsa ham bosasan, zotingni olasan. Bu qishloqlashga bittang. O'lmas, aka. Odamlar tomosha qilyapti sizlarni, chiroyli olishinglar. Davay, chala ursang ham halol seniki. Boyagiday ursang ham halol bo'ladi. Davay, olish, takan. 2 soatda meni oksijeni qilasan olishda. To'yda egasi nima ayb bor? $100 bir toy qo'yib o'tiribdi unga. Olish, chala yiqitsang ham mana menga qarang. Siz nima desangiz shu. Davay, dakansa. Chala bo'lsa ham, qayerib bo'lsa ham halol shularga. Yerdan qayerib bo'lsa ham halol. Akim bo'lsin. Davay, omadlaringni bersin. Shunga qarab ish qilinglar. Ikkovingni ham oldingdan o'tdi, muttamlik. Chala ursang ham, yonbosh ursang ham halol deyman. Rustam, buradiki ham xuddi shunday. Yonbosh ursa ham halol ayting.
Jalonjonga bir qarsak bo'lsin. Atavon xalqi davay. Bir qarsak bo'lsin. Otasiga rahmat. Mana shunday Jalon Polvonday to'y beraman deb uyida to'y qilib, nasib bo'lsa, inshaalloh meni o'g'lim ham katta chempionlar bo'lsa, deb niyat qilganlar, ilohomin Jalonning ishini omadini bersin. Urushmaydi. Mana ichki ishlar bor, nima bor? Buni ertaga savol javobi bor aka. Davay, yakansan. Takansa, yonbosh chala bo'lsa ham halol beraveramiz. Shundagina o'ziga nima bo'ladi? Hozir bo'ladi. Men halol o'z oxiriga keldi kulminatsiyaga. Hozir natija bo'ladi. Oxirigacha olasan. Beraman deyapti, bo'ldi. Musofirda yurganlar bir duo qilib bersin deyapti. Eson-omon oilamiz bor edi. Musofirda yurganlar bir duo qilsin degan ekan. Nasib bo'lsa musofirdagi yigitlarning ishini omadini bersin, ko'rgani to'y, yegani qo'y bo'lsin, uyida har doim to'y bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Otabek, davradan lishni odamlarni chiqarayoring, ko'payib ketdi. Musofirdagilar bu duo sizlar uchun. Like bosing. Mehmonlar ketib qolmanglar. 2 qozon 100 kilo osh damlangan, osh yeb ketasizlar. Mana shuga kurashni o'ziga o'tirib ovqatlanib ketasizlar. Akalar, o'tirib olingizlar videoga. Aka. Chiroyli olishinglar, Nodir. Ma'ruf. Duolar ijobat bo'lsin akalar. Amin. O aka. Aka, davrani hurmat qiling, Polvon? yoshingiz ulug' aka. Bir chetdan qarab turing. Akajon, Baxtiyorbek Shahrsabz Qatag'onda bo'lyapti. Xudosh. Turkmanistonlik ichki og'alar. ishlar akani olib ketingizlar. Aka, chiqinglar. Livap degan joydan Nurmamet og'am degan kursdoshim bor meni. Kim Livap degan joy Turkmanistonda. Kim bize beradi? Livap degan joydan. Fonkalar qanday olishyapti? Fonka bilan Jalol. Baho beringlar. Bektemir olishyapti. Bektemir Polvon olishyapti. Javohir bilan Jalol Polvon qanday olishyapti? Kecha Sherali Polvon bilan Ziyo Polvon necha bo'ldi? Uzoq yaqindan kelgan, uzoqdan kelgan mehmonlar Abzatilni oshga o'tib, osh yeb ketasizlar. Hojonani istagi talabi. Hojonani ham umri uzoq bo'lsin. Behruz Polvon olishyapti. Yuzlarga kirsin nasib bo'lsa. Behruz Polvon Bektemir Polvon bilan olishyapti. Zo'r olishyapti ikkalasi ham. Qani Nodir? Ho, siz ham Livapdanmi aka? Qahramon. Ha, gaplashmay. Kerak emas. Janjal olmay turamiz. Ya, milliga odamlar. Kerak emas. Hamma narsa yaxshi bo'ladi. Bobur. Xo'p, boshqa bir javob turaman. Janjal joyini olmaymiz akalar. Ma'mur tindi, chotki bo'ladi. Nimalari bor og'a? Qo'shilma og'a. Zohid Polvon yo'q. Bo'ldi. Davay, olish, davay. O'rtadan hakamlar o'zi oltiradi. O'zimiz hal qilamiz. Olish, davay. Jalol, kel, olish. Hakan solish. Bo'ldi, nima kerak? Davay, hakan solishasan. Jalol, davay. Aylantir. Davay, olishinglar.
Yakkabog' Nodir polvon, Kosondan Qahramon polvon. O'zim qarayman. $300 zoting bor. Hayda. Yo aka, urushda olmaymiz. Kurashimizni bir nima deydi? Janjalli taraflari iloji boricha olmaslik kerak deb qilaman. Yoqimsiz taraflari, chunki ijtimoiy tarmoq har xil odam ko'rib turibdi. Chet eldan turistlar bizni o'zbek tilini bilmay, o'zbek bo'lmagan odamlar kuzatayotgan bo'lsa, noto'g'ri tushunishi mumkin. Lekin kurashda azat bo'lyapti hozir. Bo'ladi hozir. Hurmatini joyiga qo'yapti. Mana. Hurmat qilinglar o'g'il. Xo'p, mana. To'xtanglar mana. Hakim polvon o'lmas polvon. Hakim o'lmas. O'tiring. Juda O'tiring. Davay, bo'ldi. Ichki ishlar. Bo'l. Voy. Voy. Bir yeb qo'ya. Kurash. Mayara o'lmas. Hakim. Ko'rsang nima bizga kurash. O'sha bo'lmadi. Hakimni buyoqqa olib keling. Otaman. UFC Ikkovini olib keling buyoqqa. Mayara o'tiringlar hammalaring. Elal polvon olib keling buyoqqa. Siradan beklaydi. Hakimjon, o'lmas, to'yni egasi, sizlarni kurashlaringni tomosha qilish uchun xalq chaqirgan. Kerakki. Buyoqqa olib keling ikkovini ham. Hakim. Ikkovini olib keling. Elali, shularga olib keling buyoqqa. Janjal bor joydan Hakim ozod. O'lmas. Sen ham kel. Bilmayman. Polvonlar, Nima bunday qoldi? muxlislar, Norvegiyaga nima bunday birovni qoldi? to'yini buzma. Bir nechilari qilamiz, agar bu polvonlik ham hammasi o'tkinchi. Bakovlik ham, polvonlik ham, ana boylik ham hamma narsa. Lekin faqat menga qara. Hakim. O'lmas. O'tir. Yemayman olib ketdik-ku. O'lmas. Bundan Javlonjon elga osh berib pul tarqatgan yo'q. O'lmas. O'lmaski. Kel endi bak. To'yda hurmat qilsangki. O'lmas, bak. Og'aylar, unday kuchlaringni ko'rsatmanglar, qo'llaringni eshitsa kelmaydi. Ertaga ham bor. Erta qayerda? Aka, ichki ishlar ham o'tiringizda, aka. Koson Jizzaxda ertaga ham katta kurash bor. Faqat men bora olmayman. O'tiringizda. Qahramon polvon olishyapti. Koson Jizzaxda ertaga katta kurash. Soyib Qurbonov bosh bakol. Soyib Qurbonov. Og'aylar, ichki ishlar. Nima ayb bor? Ha, aylaningizlar, o'tiringizlar. To'ydorga bitta qarsoq o'rindir. Bir to'ydorga bir qarshi Sizlarga zotlar ko'rsatay. ichki ishlar, Mana. o'tiringizlar. Tuya, ot, O'lmas qani? yana bu qarab O'lmas balki. O'lmas bor. Hammasi To'yning realniy egasi nimani zotlar bersa shuni olasiz. Realniy mana shuni qo'ygan mana zotlarni. Mana bu kartani 12 millionga olingan. Mana realniy zotlar. Hammasi realniy. Ronteng bir Yiqit olib ketinglar deyapti-da. Kurashtiryapti. To'yda egasi zo'r kurashtiryapti. Olish. Nodir Yakkabog' qahramon. Bir nima bersa shuni olasiz. Ya endi qismi. Gap yo'q. Mana zotlar. Hali bu xamir ichidan patir bo'lgan zotlar. So'rayib, keling davramizga, keling ko'rkimiz, sizni olishgan odamni o'zi yo'q. Bar keling. Ernazar aka soat 1da tugaydi ishim. Darsim 1da tugaydi. Birdan keyin bu borgan bilan foydasi yo'qmi deyman. Ha, Eshonbo. Borsam 1 soatdagi boraman. Sal kechroq boshlansa, balkim Kosonga borishim mumkin. Aniq emasda. O'lmas, kel endi bakka. Hakim. To'yni bizdan yaxshi emas lekin. Beray bunisiga. Biroq kurashtiramiz, qani? Yana keyingi to'yga ko'rasan. Trenirovkani qil, bo'ylab o'tiringlar. Ortiqcha odam chiqib ketsin davradan. Ortiqcha odam chiqsin. Ortiqcha odam chiqib turingizlar. Ichki ishlar, yordam beringizlar ichki ishlar. Otabek, sudyalarni ham kamaytiring.
Og'aylar, Sudiyada ham haqiqatdan kamaysa ustoz aytgandek. Bitta kurash muxlislari kim niyat qilgan bo'lsa, o'g'lim mana shunday polvon bo'lsin desa, bir qarsak chalinglar. Haqiqatan. Otasiga Shunday. rahmat, biron marta bir to'yni buzmabdi, bir to'yga nima qilmabdi. Otasiga rahmat. Sherali Jo'rayev aytayapti. Polvonni zoti $100 bir to'y. Agar 10-15 minutga hech kim Tonka, Javohir. chiqmasa, Ikkovga maqtang. O'g'lim qishloqdan kelganligi uchun, shu to'yxonani hurmat qilganligi uchun zotini beramiz. Agar meni gapimni ma'qullaydiganlar bir qarsak chalsin. hammani o'g'li Sherali Jo'rayevdek bo'lsin. Tonkalarni ham olib keling bak. Havas qilamiz. Kerak opa. Chaqiring. Sheralni zotini e'lon qildingizmi? Sheralni zotini. Og'aynilar, ertaga Koson Jizzaxda katta kurash bor. 11 da boshlanadimi? Aylantir, tuya bilan to'y. 10 da boshlanar ekan. Shoyib Qurboni Bakovul ekan do'stimiz, og'aynimiz. Onka, ke, Jalol ke. Kelinglar o'g'il. Kelinglar o'g'il, ke, gapni olinglar. Ha, kelinglar o'g'il. Otabek aka. Aylantiringda olib chiqib keting. Aka chiqib demaydi nima qilyapsiz? Otabek aka olishtiring. O'lmas polvonga borma, talabkor. Bir to'y 2 to'yga o'lmas borma. Kim olishadi? O'lmas polvonga. Olim ki. Bir to'y $200 ki. Ki, Yilbek. Ki, o'lmas polvonga. Kerak omadingni bersin. Davrani savutib qo'ydik, vahshiy savutib qo'ydik. Og'aynilar, kurash muxlislari, Qarshidan o'lmas polvon, Kosondan Elbek polvon, $200 bir to'yi bor. Bir qarsak bo'lsin, to'ydagilardan hech kim norozi bo'lib ketmasin. To'ydagilar zot beramiz. Juda niyat qilib to'y bergan ekan. Otabek, nechaga yo'q deb ayting. Nechaga bir kunlik so'ram yo'q. Nechaga zot yo'q. To'g'ri aytayapti. Nechaga zot emas. Odamlar tomosha qilganiga, shuncha odam ham ijtimoiy tarmoqda ham minglab, balki millionlab bo'lishi mumkin odamlar natija bo'ladi, kurash tomosha qiladi. Vaqtimiz ketgan. To'ydan mendan podarka deyapti, 2 polvonimiz Qashqadaryoniki. Ikkovimizga 2 ta polvon qo'ying deyapti. Mana shu 2 ta polvonga olishaman deganingki. Jalolga ke. Jalolning ham zoti $200 bir oti bor. Qani, Jalol polvonga. Qonka polvonni ham olishaman deganingki. Buni ham zoti $200 bir. Ya aka, hozirgilar trenirovkasi kuchli. Ikkoviga 2 ta kelinglar. Qo'lik aka. Hozirgilar trenirovka, zo'r trenirovka qilyapti. Mana shu o'lmas polvonim men ko'p ko'raman. Qarshi parkda juda tinimsiz mehnat qiladi. Mana birov nima qilmayman. Agar bekdimi? Mehnat kuchli bola. Ikkoviniki necha bo'ladigan o'sha zot o'zi qoladi. Birinchi, ikkinchi tovoq almashasizlar. Jalol bilan bu olishadi, Qonka bilan savunadi. 10 minut turashdim gol. Og'aylar. Ikkita kalonga oldi. 10 minut olishamiz. Ikkita kalonga o'tdi. Kechgacha to'y bersa beribdi. Distansiya kontin olmayapti. Kalonga olmoqchi qo'ydi. 10 minut bersa 30lar tomonga. Mana shu Ma'rif polvon bilan menga qarang. Qatag'on bu, sharsiz qatag'on. Olmayapti distansiya. Sarvar, siz qarayapsizmi? Bular ikkoviga. Sarvar, ikkoviga siz qarayapsizmi? 3 qo'l olishadi, undan keyin bir siqishadi, ayting. 3 qo'l olishasan, keyin bir siqishasan. Natija bo'ladi hozir. Hozir natija. Davay, g'ayrat qilinglar. Qonka polvon, Jalol polvon. Kelinglar, men menga sovuq qolmanglar, kelinglar. Bektemir polvon bilan Qonka polvon bir nortiya 200 ga $200 ga olishadi. Behruz polvon bilan Jalol polvon bir to'y $200 ga olishadi. Birinchisi bu.
Hisoblab. Moldovaga kuzatyapman. Rahmat aka sizlarga. Vaqtlaringizni ketkizib, e'tibor berganlaringiz uchun rahmat. Halol bo'ling. Nima bo'ldi? Yo'q deyapti. Aka, Aka, nima bo'ldi? Videoni ko'rasiz. Aka, prям o'zi tushapti-ku. xo'p, ko'ramiz. Var orqali ko'ramiz. Varda ko'ramiz. Yer o'ziga bo'ladi. Nima bo'ldi? Halolmi, halolmi? Hozir menga umuman qiziqchilik yo'q, to'g'risi. Yerga o'ziga aylandi. Bu prям qilyapti. Bu aylanib. Yo'q, yerga yotibdi. Og'aylar, Halolmas ekan. halolmas. Halolmas, halolmas. Vaqtlari qoldi. Birinchi ikki ishda almashasiz. Lekin boshqa tarafda videoda bosganimiz ko'rinyapti. Dedik jonli efirda aka. Jonli ha, TikTokda. Jonli efirda qaytarib qo'ying. Nechdan u? Hozir 200 gacha chiqadi. 80 topga ziyon olib qo'yadi. Berib qo'y. Og'aylar, Qarang aka, Moldova, Turkiya, Koreya. bir nortiyasi bekor $300 bir nortiya. Hamma joydan omadlaringiz bersin. kuzatyapti. Xo'p, olishyapti. Az polvon yo'q. Yana UFC. Yana Hazırlaga. Kurasham. Ana bu qoldi. Jalol, birovni to'yni buzma. Bel Senlar qismat. qo'rqqandan. Qarang. Polvonligingni, polvonligingni. Mana davraga ko'rsat. Tugatish kerak a. Bu zotni beraman deyapti to'y degasi. Maktabga kelinglar. To'y deganlarni oldiga bo'linglar. Nima bo'lgan ekan? Halol bo'ldi meni fikrimcha. Mana, halol bo'ldi. Vosulniki. To'y deganlari. Vosul. Shahsabizdan bo'lgani uchun ha, mayli. Ha, bu chiqaramiz buni. Bu chiqdi o'zi. Chiqdimi? Chiqaramiz buni. Chiqadimi? Agar shunday qilib bitta guvohlar. To'y degansa Jaloljon, ikkovini ham rozi qiling. Akta polvon boring. Rahmat sizlarga. Mana shu to'yimizga kelib shuncha kurash olishib berdilaring, otalaringga rahmat. Bor Rustam, bor. Ikkovini ham chiroyli rozi qiling. 10 minut bo'ldi, Behruz bilan nimaga? Qahramon olishyapti mana, qahramon olishyapti. Necha minut? Belga qo'ying, belga. Shahsabizda Qatag'on achig'i degan qishloqda bo'ladi. Behruzjon 4 minut, 3 minut vaqting qolibdi. YouTube'ga Behruz polvon bo'ldi, mayli. 3 minut vaqtingiz qolibdi, bir ushlashib bering ola. Hozir oyog'i sal cho'zildi dedi. O'sha 3 minutga to'xtatib qo'ying, 3 minut ushlashib bersak, masala kelamiz. Polvon, to'ydagi to'qcha bo'ladi, oling, Oling. erta kasallik ham borasizmi?
Zaliga ko'ramiz aka. Yerda ishda biz aka. Ha, men ham ishda. Bugun 6mida. Ha. Hop. O'yinlar. Vaqt bo'ldimi? Ikkovga ikkita kelinglar Jalol bilan Ponka. Kelinglar. Xo'p. Bektemir boyagi videosini Qashqadaryo Arslonlarimi? Qashqadaryo Arslonlar YouTube kanalida Instagram. YouTube, Instagramga hozir qo'yilyapti. Chiqadi hozir. 2 daqiqa, 3 daqiqa uzog'i bilan. YouTubedan Qashqadaryo Arslonlarni qidirsang chiqadi. Kelinglar ikkov. Vaziyat nima bo'lgan? Bektemir. Endi siz katta polvonsiz. Qo'shni respublikalarga oshib kelyapsiz o'g'lim. Sizning xulqingiz, namunangiz bilan hammasi qadrchilaringiz ham ko'p. Endi to'g'ri tushuning. Ayog'im qaytdi deyapti, akajon deyapti. To'g'ri tushuning. Har bir qul yotib olyapti. Yotganda bosmayapti. Ayog'im qaytib ketdi deyapti, aka deyapti. Jalolga qo'ltaylar. Ya, mayli, jamini olib Jalolga tashla, sen Ponkiga tashla. Ponka tashla, zot topishaylik. 300 dollar birini olib kel. Zotlari. Bo'ldi. Vaqt dedi. Birinchi kurashtiring endi. Ya, endi aytdik, 10 minut, 20 minut. Ha, Koson Jizalikda. Ojon. Dom. To'g'ri tushuning. Ne bo'ldi? To'g'ri. Bu ayog'im qaytdi deyapti, yo, zot beramiz. Akalar, bu turishda jonli efirda yopaman. Bektemir zo'r olishyapti. Shunday. Promayda yopmoqchiman, kurash sal sovib qoldi, to'g'risi. Hamma razborchik, mana tirishib, mana qilyapti. Kurash desa kurashmaysan. Ha, shunday. Kimdan salom aytay Ponka polvonga? Ponka polvon oldinda. O'yinlar. Eshitamiz. Birinchi tovoq bilan ikkinchi tovoq Behruz polvon, Shahrisabz, Chiroqchi, Jalol polvon. Bir to'y 200 dollar. Dam olib ko'rishasizlar. Qo'ltaylar. Behruz polvon bilan Jalol polvon bir to'y 200 dollarga. Nexia 1mi? 439 Nexia 1 degasi mashina olib chiqib kelgan mashina. 439. O'g'aylar. Endi o'zimni xulosam. Bektemir polvon. Shu davraga kelibsiz.
olishibsiz, kechagi or sizga alam qilyapti o'g'ayni. To'g'rimi? Bu palvon aytayapti, akajon, oyog'im qaytib ketdi deyapti. Men olisha olmayapman deyapti. Takansa olishaman bo'lmasa aka deyapti. Meni ham erkaklik orim bor, Shahrisabzda bo'lyapti deyapti. Masalan, mana o'zi oldimda turibdi. Yolg'on bo'lsa Xudodan qo'rqib. Mana o'zi aytayapti. Oyog'im pay tortilib qoldi, nima qilay deyapti. Otabek aka, yarim soat olishdik. Endi masalan, bir-birlaringni manbega toza mayit qilish shart emasmi? Yo, tayyor bo'lsa ham yarim soat, 40 minut olishtirdik. Nima kerak? Uning olishlarini qo'ying aka. Sizga Farruh degan yigit salom aytadi, holga bo'lma. Ha, bozordan Farruh degan og'ayning. Og'aylar, tonka polvon. Bektemirga pul taylaysizmi? Bir nortiya $300 pulingiz bor. Pul taylaysizmi? Olishasizmi? Sizga qo'yaman. Olishasizmi? Keling Bektemir. Ojon, bu olishmayman deyapti. Oyog'im travma bo'ldi deyapti. Yiqitadi Bektemir, yarim soatda videoni o'chyapti. Tepa soat cho'zing yotib o'lyapti. Aka, TikTokda olim sari qizlar, qarang. Amerikadan kuzatadi, yopmay turinglar, yopaman. Ustozlar, Efirda yopaman deyapman, qizimay qoldi. Otabek nima bo'lyapti? Sarimi? Ha, TikTokda olim sari. YouTube'da ham bor. Onlayn olib beryapti. Ha, onlayn. o'sha Javlon ukam shuncha to'y qildi, mana elga osh beryapti, boshqa beryapti. Endi hozir yarim soat 40 minut olishtirdik aka. Behruz polvon aytayapti, akajon, oyog'imni payi cho'zildi, sal tomiri tortildi, men olish olmayapman. Nima qilishim kerak? Lekin deyapti, takansa, Bektemir aytayapti, takansa qo'ying deyapti. Endi birovni mayib qilib tashlamaymiz. Olishaman deyapti, oyog'im payi ketdi deyapti. Nima qilaydi? Hech qayerda kurash bo'lmayapti. Kurash olsam. Soatini bergisi kelmayapti-da, nimaga? Shu yerda nima bo'lsa shu yerda bo'ladi. Oxir nima bilan tegadi? To'yda egalar hal qiladi, akalar. Endi akalar to'yda egalar zot berayotgan, kimga zot beradi, nima qiladi? O'zlari hal qiladi-da endi. Necha bo'ldi? Mana. Mana. Otabek. Bir minut jimlik bo'lsin. davran bir chiqib ketsak, mana oshiqcha odam. Ortiqcha odam chiqsin. Chiqinglar. Chiqinglar iltimos. Hamma davradan chiqib ketsin. Yurali bakir. Hamma davron chakkasiga o'tsin. Eshiting. Eshiting, menga qarang. Bugun to'ydor bejizga yiqqan yo'q. Agar birorta to'ydan kam haqiqatga bo'lsa ayting. Ajoyib to'y qilyapti. Buni qadriga yetishimiz kerak. Polvonlar bir-biri bilan mana shu yerga kurash tomosha kelganmiz biz ham. Xo'p. Lekin shohlashyapti. Shuning uchun mana Qashqadaryoning zo'ri mana Sheraliga tovoq e'lon qilindi. Aytildi, hech kim chiqmayapti. Shu zotni, Sheralining zotini berishga bir qarsoq bo'lsin. Bir qarsoq bo'lsin. Sheralini sayini olib. To'yini olib keling. Olka. Pulini ham olib kel. Videoga ol. Ey, to'ydorni ballari aytib, mana to'yimga shunday polvon kelgan, to'y olgan, pul olgan, cho'l tasvirgan. To'yda olib ket, to'yda. Sherali tayyor, lo'boyga chiqaman deyapti. Buni cho'zmaslik kerak, olib kel. Eshitib turing.
40 yoshli yigit davrani to'xtatib turibdi. Solimini olib chiq Sirol. Tez bor. Olib kel. Videochilar shu ot bilan Sherali polvonga taqdim qilingan paytda tushiring. Olib kel. Kassir pulini ham olib kel. $100 pulini ham olib kel. Mana kasr $100 yana 100 qo'shib beray. $200 bering. To'ydorga bering. O'zingiz bering. Video ol. Mana Sherali polvonni zoti berilyapti. Mana Shu bugungi to'y bilan